O'tganda shunaqa zarbalar ham ish berib qolishi mumkin. Qo'ldoshev. Vaqtida berilgan pas, timing zo'r ishladi va hisob yirik holatga kelyapti 3-0. Bu yerda Qo'ldoshev assistni maromiga yetkazib berdi. Gol plus assist bo'lyapti unda. 9-raqam egasi Islombek Yarashev darvozani ishg'ol etmoqda. Takrordan ko'rishimiz mumkin. Qarada yaqin burchakda joyi bor. Mana shu tomondan to'pni darvoza to'riga yo'naltirmoqda. Hisob yiriklashdi. Alfraganus guruh favoritiga aylanib ketyapti bu yog'iga. Bu kechda eslatib o'taman, D guruhida Afrus hamda Prime jamoalari ham bor. Ilg'ab olish oson emasdi. Chiroyli fintlar, zarba va gol! Solo yurish 9-raqamdagi Islombek Yarashevdan 2 futbolchini aldab o'tdi, darvozani ishg'ol etyapti. 7-2. Musobaqaga endigina qo'shilgan omad